bo'lmasa kallani ishlatmaslik. Boshliq hazil qilganda kulging kelmasa ham kulish. Boshliqlar uchun ham ishlab turib, bu sizni xizmatingiz, sizni aqlingiz natijasi, biz bir ahmoq odam deb ayta bilish. Bundan tashqari ayrim yugurdaylik fazilati ham kerak bo'ladi. Yugurdaylik quruq o'zi emas, nazokatli yugurdaylik. Masalan, boshliq ko'ringanda dik ketib qomatni rostlash. Uni shunday nazokat bilan qilish kerakki, ko'rgan odam laganbardorlik emas, kamoli hurmat deb qabul qilsin. Ham qulvachcha bo'lish, ham g'ururni saqlash, ham dabdabani qo'ldan bermaslik kerak. Hamma narsani o'rtasini topa bilish kerak. Boshliqlar nazariga shu mana shunday fazilatlarni bir dunyosi kerak. Lekin siz aytgan gaplar bu haligi ilgarigi zamonlarga to'g'ri keladi. Hozir vaqt butunlay boshqacha. Afsuski butunlay boshqacha bo'lmayapti. Ham yerda qog'oz, yozuv, bu qog'oz, bu yozuvlar qo'rg'on bo'lib yuksalib turibdi. Bu Qur'on, bu qal'alardan pahlavonli o'qqa o'xshab har xil ko'rsatmalar otiladi. Allah.